Hozir yer yuzida 300 million dollarlik bir xona bor. Lekin uni hech kim topa olmayapti. Bu xona shunchaki g'oyib bo'lmagan. U tarixdagi eng katta o'g'rilik qurboni bo'lgan. Gap Qahrabo xona haqida ketyapti. Butun boshli xona tilla va qahrabodan ishlangan edi. Ikkinchi jahon urushi paytida natsistlar bu xonani Rossiyadan o'g'irlab Germaniyaga olib ketishgan. Va bu yerda xonani 27 ta qismlarga bo'lib qutilarga joylashgan. Va shundan keyin xona izsiz yo'qoldi. Ba'zilar bu xonani dengiz tubida deyishsa, ba'zilar Polsha tog'lari ostidagi maxsus bunkerlarda deyishadi. Lekin eng qizig'i, bu xonani o'g'irlashgan va qayerdaligini bilgan insonlarning barchasi g'alati tarzda vafot etishgan. Go'yoki xonaning o'z la'nati bor. Lekin bilasizmi, eng katta xazina Germaniyada emas, Amir Temurning o'nlab tonna oltinlari haligacha topilmagan. Ular Samarqand yaqinidami yoki Afg'oniston tog'laridami? Arxeologlar haligacha bu qiziq jumboq ustida bosh qotirishmoqda. Tasavvur qiling, siz o'tirgan joyingizning tagida o'nlab tonnalab oltinlar ko'milgan bo'lishi mumkin. Sizningcha bu xazinalar qachonlardir topiladimi yoki abadiy yashirin qolishi kerakmi? Izohlarda yozing va obuna bo'ling. Chunki